Assalomu alaykum. Sabahga. Siz ayting, hozir mahsulotlaringizni qaysi dollar hisobidan yoki shu qattiq valyuta hisobidan qayerga sotyapsiz? Kimga sotasiz? Kimga? Eksportga Sizdan Yapon sotib oladimi, yo Koreya sotib oladimi, yo Germaniya sotib oladimi mana shunaqa narsa? Kimga bermoqchisiz? Borib Qirg'izga berasiz. Qirg'iz siz uchun nima? O'zini ayting, dollarni yaxshi ko'rasizmi? Halk için yaş kadar zaten.